Yoshligimda bozorga borganda shu pishiruvni hididan o'tib ketolmas edim. Doimo oyimga oldirardim. Buning uchun bizga 250 gramm kefir kerak bo'ladi. Men Buymerkini 3,2% kefirdan foydalandim. 250 gramm shakar, chayning soda qoshiqning uchida va bir qoshiq vanilin solinadi. Vanilin именно shu pishiruvni fishkasi bo'ladi qizlarjonlar. Bitta tuxumni solib, massani aralashtirib olib qo'yamiz va 600 gramm unga 50 gramm yog' va massani solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qilib, yarim soatga xolodilnikka olib qo'yasizlar. Bu pishiruvni menimcha yemagan bo'lmasa kerak. Kim bozorda oldirardi? Kommentariyada yozib qoldiringlar qizlarjonlar. İçiga shunaqa tvorogdan ishladim. Buymerkini 600 gramm tvorogga 250 gramm shakar, bitta tuxum va ichiga ham vanilindan sovuramiz. Yaxshilab massani aralashtirib, bir chekkaga olib qo'yib, xamirlarimizni xolodilnikdan olib to'rga bo'lamiz va yumshoq xamir ozgina ullab shunaqa yupqa qilib yoyib olib tvorog solamiz va 3 marta aylantirishingiz kerak qizlarjonlar. E'tiborli bo'linglar. Shunda 3 marta aylanadi. Aylangandan keyin ustiga tuxum surib, vilkada ish tushirib, chiroyli qilib shunaqa kesib chiqasizlar va 180 gradusda pishirib olasizlar.